Assalomu alaykum hurmatli brifing kuzatuvchilari. Ushbu brifing orqali sizlarga 2025-yilning 1-iyun holatiga Namangan viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan korxona va tashkilotlarning demografik ko'rsatkichlari bo'yicha tahliliy ma'lumotlarni taqdim etamiz. Bu ma'lumotlar viloyatimizdagi iqtisodiy faollik, tadbirkorlik muhiti, xorijiy investitsiyalar oqimi hamda iqtisodiy yo'nalishlar bo'yicha chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning 1-iyun holatiga Namangan viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni dehqon va fermer xo'jaliklarini hisobga olmagan holda 25725 tani tashkil etadi. Korxonalarning 82.7% yoki 21267 tasi kichik biznes subyektlari hisoblanadi. Bu esa viloyat iqtisodiyotida aynan kichik tadbirkorlik subyektlarining yetakchi o'rinni egallayotganini yaqqol ifodalaydi. Korxonalar sonining nisbatan ko'proq bo'lgan hududlar quyidagicha: Namangan shahrida eng ko'p korxona faoliyat yuritayotgan hudud bo'lib, 8055 ta tashkilot bilan umumiy ulushda 31.3% ni tashkil qiladi. Chust tumanida 2181 ta, Pop tumanida 1958 ta, Chortoq tumanida 1639 ta, To'raqo'rg'on tumanida 1609 ta. Bu ko'rsatkichlar aholisi zich va iqtisodiyotiga nisbatan faol hududlarda tadbirkorlik muhiti yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi. Korxona va tashkilotlar eng ko'p quyidagi tarmoqlarda faoliyat yuritmoqda. Savdo sohasida 8743 ta korxona bilan yetakchilik qilmoqda. Sanoat 4132 ta, qishloq o'rmon va baliqchilik xo'jaligi 1603 ta, shuningdek qurilish, tashish va saqlash, axborot va aloqa, yashash va ovqatlanish hamda ijtimoiy xizmatlar yo'nalishlarida ham faoliyat yuritayotgan korxonalar soni ortib bormoqda. Bu holat iqtisodiy tizimda diversifikatsiya, ya'ni faoliyat turlarini turli sohalarda tarqalayotganidan dalolat beradi. Aynan shu ko'rinishdagi barqarorlik hududiy va ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish uchun juda muhim hisoblanadi. Tashkiliy huquqiy shakllar bo'yicha tadbirkorlik subyektlari tarkibi 2025-yilning 1-iyun holatiga faoliyat yuritayotgan 21421 ta tadbirkorlik subyektlarining 17278 tasi mas'uliyat cheklangan jamiyatlar. Bu umumiy ulushning 80.6% ni tashkil etadi. 3017 tasi xususiy korxonalar, 892 tasi oilaviy korxonalar, 15 tasi aksiyadorlik jamiyatlari, qolganlari boshqa shakldagi subyektlar. Demak, mas'uliyat cheklangan jamiyatlar amaldagi qonunchilikning, soliq yengilliklari va boshqaruv qulayligi sababli biznes yuritishning eng keng tarqalgan shakliga aylangan. 2025-yilning 1-iyun holatiga viloyatimizda xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar soni 236 tani tashkil etadi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 23 taga ko'pdir. 98 tasi qo'shma korxonalar, 138 tasi to'liq xorijiy kapital asosidagi korxonalar. Eng ko'p xorijiy korxonalar faoliyat yuritayotgan sohalar: sanoat 95 ta, savdo sohasida 56 ta, qishloq xo'jaligida 21 ta. Xorijiy kapitalning asosiy qismini quyidagi davlatlar ta'minlamoqda: Xitoy 59 ta, korxona bilan yetakchilik qilmoqda; Rossiya 53 ta, Turkiya 38 ta, Janubiy Koreya 17 ta, Qozog'iston 12 ta. Bu ko'rsatkichlar viloyatimizning xorijiy investorlar uchun qulay hududga aylanib borayotganidan dalolat beradi. Hurmatli brifing kuzatuvchilari, taqdim etilgan raqamlar va tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Namangan viloyatida iqtisodiy faollik barqarorlik tus olgan kichik biznes va tadbirkorlik yetakchi rolni o'ynamoqda. Hududlar kesimida tadbirkorlik infratuzilmasi to'g'ri shakllanmoqda. Bu esa mahalliy resurslardan samarali foydalanishga xizmat qilmoqda. Xorijiy sarmoya jalb etishda salmoqli ijobiy dinamikaga erishilgan. Bu global iqtisodiy aloqalarni mustahkamlayotganidan dalolat beradi. Hurmatli brifing kuzatuvchilari, e'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.